Agar tonalniy krem yuzingizda shunaqa turishini xohlamasangiz, bu videoning oxirida bunga yechim topasiz. Bu uchun bizga Tony Moly brendining mahsulotlari kerak bo'ladi. Bu mahsulotlar aynan quruq yuzlilar uchun. Birinchisi bu qizlar gialuron kislotali serumi. Yuzinglarni chuqur namlab beradi, qizarishlarni ketkazadi, poralarni kichraytiradi va yuzinglarga tabiiy yaltirash beradi. Ikkinchisi bu qizlar gialuron kislotali maskasi. Yuzinglardagi charchoqlarni oladi, otyoqlarni ketkazadi. Buni makiyajdan oldin qo'yib, keyin makiyaj qilsanglar, tonalniy kreminglar 24 soat yuzinglar silliq bo'lib, ikkinchi teridek bo'lib turadi. Uchinchisi qizlar yog'siz, yengil teksturali namlantiruvchi krem. Menga shunaqa yoqdi. Buni ob'yomi ham juda ham katta. Qizlar bemalol yillab ishlatsanglar bo'ladi. Bu krem ham aynan qizlar quruq yuzlilar uchun yuzinglarni chuqur namlantirib beradi, yuzinglarni yaltiratib beradi. Eng yaxshi tomoni qizlar yopishib qolmaydi. Buni pod makiyaj ishlatsanglar ham tonalniy kreminglar yuzinglarda yengil yotib, yaltirab, chiroyli bo'lib turadi. Bu brend mahsulotlarini o'zi hamma biladi. Budjetli, lekin sifati juda ham a'lo darajada. Bemalol olib ishlatishingizni tavsiya qilaman. Mana qizlar shu yuzimni yaltiratib qo'ydi. Yuzimni tarang qilib tortib qo'ydi. Zo'r bo'lib turibdi. Bundan keyin endi tonalniy sursam, aniq mana bunaqa turadi. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, profilimga obuna bo'lib qo'ying. Like bosishim esingizdan chiqmasin.